Assalomu alaykum azizlar. Qani topinglarchi? Kim meni oldimga keldi? Bolajonim, ukajonim, madagan, hamdani sog' bo'lsin, rahmat. Va albatta haligi nima deydi? Tog' Garani deb, Magomed deb Gari deydi-yu mana. Biz oshga bora olmagan bo'lsak, oshni o'zi bizga keldi mana. Mana. Ukajonim qo'shganimdan qo'sha qarigan. Otani duosini olgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Otani duo qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Chunki otani bolaga, bolani otaga duosi Allohning oldiga beparda boradi. Hikmat aka, farzandingiz orzu-havasini ko'ring. To'ylarim muborak bo'lsin. Inshaalloh mayli to'yga bora olmadim. Hozir ko'zimga yosh kelyapti. To'yga bora olmadim, lekin Emiratga boramiz. Butun xalqimiz Xudo xolisa kutayotgan bayramda farzandingiz taqdim etadi. Dadajoningni qilgan orzu, umid, havaslari mana sanda Xudo xolisa ro'yobga oshadi bolajonim. Baxtli bo'lgan qo'shganlar bilan qo'sha qaringlar. Oshchi rahmat. Bugun endi Xudo xolasa bayram bo'ladi. Hammaga rahmat. Duo qilinglar. Duoda gap katta. Inshaalloh Emiratda bir tani bir jon buyuk O'zbekiston bo'ladi. To'ylar muborak.